Assalomu hurmatli obunachilar, xudo xolasa turdik Saxovat ko'chasi 31-gi uylarni atapleniya ishlarini bo'ldik. Bir ham boshdan ko'rib chiqamiz xudo xolasa. Dalanimizga 25 shtuk batareya qo'ydik. Bu yerinden временный suv doldurib oldik. Shrankamiz keltalik etgani uchun. Görüşleriniz mümkün. Demir sistemada bo'lib o'tdi. 32'lik bilan tarttık. Verileri polteyinden öttü. Vera 20 shtuk. Verimizin polu ver bilan deng bo'larkan. Shuning uchun baland qo'ydik batareyani. Ver choyun batareyanın özünü kaldırıp verdik. İçlerini yuvub, tazalab, sistetib, habrakka podachalarni 25'lik turbo bilan o'tirdik. Avval 32'lik turbodan şöyle o'sib turgan ekan. Biz boshqa moddan o'zarimiz adden düşüp 25'lik turbo bilan o'tirdik. Yine 25'lik turbo bilan o'tib turibdi. Özünü turbolarını işletkenimiz 20'lik batareyanın iki yanında 2 tane krayniki var. Kraynikni ilib ponni batareyanı alsa bo'ladi, arqalarini aboy bassam bo'ladi. Bu yeri 10 shtuk batareya. Bu Spalnia 25 shtuk batareya, yok 20 ekan. İçerisinde 20 shtuk batareya qo'yib beryapmiz. Yirmi beşlik turbo bilan o'tib turibdi yine. Verem 20 shtuk. Vantra plus Spalni. Spalni ya. Yine beşik turbodan tuttu belirlerim. Böyle 20 shtuk koyulgan. Görüşleriniz mümkün. Van tarafını kolunu teline verdik. Abratkesi doğru gelmeyen için. Kuhliyimizden 15 shtuk batareya qo'yib beryapmiz. Banini topli poli ten orqali qizib turar ekan. Endi atapleniyani taqib qo'yibmiz yana. Ko'rishingiz mumkin. Xonamizda ham batareyamiz bor. Endi kotyolni yo'yishtaman sizlarga, xudo xolasa.
Katyolumuzun bahası Xudo xolasa bugungi kunda 7,5 million so'm bo'lib turibdi. 300 kvadratni Qizilodam katyol. Nasoslarni 32 8 degandan qo'yib beramiz. Aldan filtrlari bor. Yana bir обраткасы bor. Svet o'chganda nasosni ko'paradilar. Hozir samotok ishlab turibdi. O'zi nasosdan o'tib turibdi. Uni ham tekshirib ko'rdik. Svet o'chganda Ukrainani açıp verseler, Xudo xolasa ishlayveradi. Sudaki adamlarını ham qo'yib beramiz. Morlarni samovar bo'lib turibdi. Podacha girib ketdi shudan. Katyolumuz yine ucu yanıp durdu. İçine tap taşabadik. Tapımızın ucu yanıp boğuluptu. 20 dana tapı bilen caymısında hem de canı kızıp durdu. Bu katyolumuzun bakası 7,5 milyon. Aytıp öttüm. Katyolumuzun özü 90 litre su alarken hesaplap gördük. 90 litre. Zamonaviy batareyalarimizni 10 danası 3 litre su alıp durdu. 25'lik turbamız 600 gram su alarken 32'lik turbamızın 1 metre 1 litre su aladı. Xudo xolasa çoyun batareyalarımızın 10 danası 13 litre su alarken. Xudo xolasa şu kime shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol ekranda telefon nomerlarini qo'yamiz. Shu ko'mir katyol, gaz katyol, stenli katyollarni qo'ldan kelgancha Xudo xolasa ishlab beraveramiz xalqimizga. Shuning bilan bugungi videolarimizni ham yakunlaymiz. Shunday kim otaplayni o'tiraman deb yurgan bo'lsa, do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar, like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman Xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.